Bu saat biz davamlıq o'chirish quroli haqida to'xtalib o'tamiz. Kunuk taqsidagi i kunukni bosgan chog'imizda avtomatik o'chirish quroli almashdi. Mousening o'ng tarafini chekib qarsak, buning yon tarafida 3 dona qurolning borligini his qila olamiz. Birinchisi o'chirish quroli, ikkinchisi taglik o'chirish quroli, uchinchisi serlik o'chirish deydi. Uning ustiga buning parametrlari o'xshamaydi. Har birisini chekkan chog'imizda o'xshamagan parametrlarning borligini his qila olamiz. Dastlabda men o'chirish quroli haqida to'xtalay. Undan keyin ustiga kelib, mousening o'ng tarafini chekib, buni sukutga egab bo'lgandan keyin qarasam, kichik bir chambarning paydo bo'lganligini ko'rdim. Endi men buni mousening o'ng tarafini chekkan chog'imda xuddi rasm qalami quroli o'xshash, buningki cho'ng kichiklikni tengshash, qattiq yumshoqlikni tengshash va shakllarni tanlash bir ko'zni kechildi. Men bundan qolgan bir shaklni tanlab turib, o'chirgich orqali cho'ng kichiklik orqali o'chasam, mashg'ulot ilib borsam bo'laverdi. Masalan, men bu yerda chek bo'lgandek o'chasam, qarsam oppoq bir xil bo'yalgandek bir shakl paydo bo'ldi. Bu nima ish oq rang bo'lib qoldi degan joyda bizning keyin taglikning rangi oq bo'lganligi uchun oq bo'lib qoldi. Agar men buni yeshil olib ekib qo'ygan bo'lsam, masalan, men qilsam bu holda yeshil rang o'chirildi degan. Bu hamda nima degan joyda keyin taglik quluploqli holatda musholat o'chirdi. Agar men buni aksicha, men buni yeshib yetib turib o'chirib qo'yay. Men bunun knopkasini alt knopkasini besib, buni chekkan chog'imda keyin taglik ozod bo'ldi. Endi men qaytadan keyin taglik yeshil bo'lganida o'chirib qo'yay. Qarsak bu butunlay o'xshamaydi. Katak bir xil suzuk holat paydo bo'ldi. Endi bu nima degan chog'da odatdagi rasm qavatlar o'chirgan chog'imizda rasmlik uchidik uchurlarni o'chirayotgan chog'da musholat shakllandi degan gap. Endi buning ustiga qarsak, buningda har xil shakllar bor. Masalan, buni endisi bor, andikin cho'ng kichikni orliqni tangshaydigan knopkalarimiz bor, o'xshash rasm qalam qurol o'xshash. Undan boshqa, yana suzukligini tangshash, yiqim miqdorini tangshash deydi. Yana birisi bu yerda qog'ozlar ham rasm qalam o'xshash. Masalan, shakllardan o'xshamagan shakl, masalan, mana bir kutning shaklini tanlab, sal kichiltib turib qildim, o'chasam, keyin shakillikni bir kutning shaklini o'chirib degan gap. Agar men buni tatib turib o'chasam bo'laverdi degan gap. O'sha orqali men o'zimning ehtiyoj asosida o'chirishni davom ettirsam bo'laverdi. Endi undan boshqa men diqqat qilganimiz tarixni o'chirish deydi. Tarixni tepib turib o'chirish. Buni men bu knopkasini besib qo'ygandan keyin men endi ustiga qayt o'chirmoqchi. O'chirgan chog'da o'chirish u yoqda tursin, aslida biz qalaymiqan o'chirayotgan yerlarning tarixini asliga keltirib beradi. Masalan, bu yer chambarlar ekib qo'yib turib, men burunqi xato qilib qo'ygan o'chirayotgan yerlarimni qaytadan tarixini o'chirib asliga keltirayman degan gap. Buning roli amaliyotda bizning tarix xotirlash quroliga o'xshash degan gap. O'sha orqali ham qilib bo'ladi. Ammo o'chirgich orqalimi, o'sha orqali unimga yetkazib bo'ldi degan gap. Qog'ozlarimiz o'xshash, endi bu yerda paloq o'xshash turganlar nima degan chog'da bu sirtdan biz rasmsiz taxtsiz o'xshash qurollarimiz bo'lgan chog'da ishlatsak, uning besimining cho'ngchilik asosan o'zgarsak bo'ldi. Masalan, men buniki suzukligini o'zgartirib turay, yiqim miqdorini sal tanglab o'chirgan chog'imda buning keyin taglik men tarixni o'chirib turib o'chirgan chog'imda o'chirilgan unumni o'xshamaydi. Siz o'chirmoqchi bo'lgan unumingizni o'zingiz tanglab o'chiralaysiz degan gap. Men keyin chekindiray. Endi biz qanchag'imizda ikkinchisi taglikni o'chirish quroli deydi. Men buni tanlab qo'yay. Buning bo'lgan joyda buningmi sukutga oldi bir asli keltirib deylik. Qanchag'imizda bir qancha parametrlar bor. Masalan, birinchisi uda tanlab turib o'chirish usuli deydi. Ham men bunikini sal cho'ngaytay, ko'rishga yaxshiroq bo'lsin. Control bilan nolni besib rasmni muvofiq darajada cho'ngaytib oldim. Endi mening maqsadim shu ramkani saqlab qo'yib turib atrofidagi keyingi taglik o'chirib o'tmoqchi. Mush taglik o'chirish maqsad yetmoqchisam qila olamdim. Men bevosita birinchisini tanlab qo'yib turib, buni diqqat qilgan nuqta cho'qim biz o'chirmoqchi bo'lgan taglik qo'sh belgisining doirasida bo'lishi kerak. Agar men ramkani shu qo'sh belgisiga kirib ramkam o'chib ketadi. Shuning uchun men amaliyot taglikni o'chirmoqchi bo'lgan taglikni shu doiraga kelib turib o'chirsam bo'ldi degan gap. Mana qilish orqali taglikni o'chirib o'taman. Ammo lekin diqqat qilsak, sal cho'ngaytgan chog'imizda buningki qirlarida azroq o'chirishning o'chirilib ketganligini his qila olamiz. Ammo bu nima bunday bo'ladi degan chog'imizda biz bu yerda xatolik farqi 50% deb yo'l qo'yib qo'ydik. Bu qancha cho'ng bo'lsa, bu xatolik shuncha cho'ng bo'ladi degan gap. O'chiriladigan doiralarni kengroq ketish mumkin.
Men butunlay asli kelib qolgandan keyin men buni masalan kichik qildi endi muvofiq darajada tangsak bo'ladi bak kichik qo'yasak o'chirish ta'siriga uchrab qoladi 20 atrof bo'lgandan keyin men qaytadan o'chirib qo'yay men bu mozni qo'yib yotmay turib davomli o'chadim o'chagan chog'imda keyin tegliklar musholat keldi cho'qim qo'shish belgisi ramkaga tegib ketmasligi kerak agar ramkaga tegib qolsa ramkaning biroq o'chirib degan gap Mush orqali men o'chadim boshqa doiralarni ham davomli o'chasam bo'laverdi. Mush orqali o'chirish maqsadiga yetalaymiz degan gap. Buni men keyin chekindiray. Masalan, men bu yerda asli qirni o'chamoqdim, lekin ichiga kirib ketib qolsam, qo'shish belgisi bo'lganligi uchun mush doirani taylik o'xshaydi deb xato diagnoz qo'yib, bu yerni o'chirib degan gap. Buning diqqat qiladigan nuqtamiz shu qo'shish belgisi biz o'chirilgan doira bo'lishi kerak. Yana birisi bizning xatolik farqiga yo'l qo'yadigan doiramiz muvofiq bo'lishi kerak. Bundan boshqa biz mana shu o'chirishning oldini oladigan ba'zi holatni, ya'ni oldi rasmni tanlab turib, mana masalan ramkaning shaklini tanlab qo'yib, o'chagan chog'imizda unumi texim yaxshi bo'ladi degan gap. O'chog'da ramkaga jiq ta'sir qilmaydi degan gap. Mush orqali o'chirish maqsadiga yetalaymiz. Mana orqali qilsak bo'ladi. Undan boshqa bu yerda bir qatim avrishga aytadigan birisi bor. Biz buni bo'lgandan keyin deylikdan bir qatim avrishga olamiz. Avrishga bo'lgandan keyin masalan men bu yerdan bir qatim chekdim. Avrishga bo'lgandan keyin endi mashg'ulotni davomlashtirsam bo'ldi. Qaytadan aplab o'chamoqchi bo'lsam bo'laverdi. Buningda masalan men uqmay, endi kirib ketgan taqdirda ta'sir bo'lmaydi degan gap. Lekin ma'lum darajada ranglarni o'xshamasligi tufaylidan o'chirishimiz kasal uchraydi. Buningda men buningki aqlliq bir qisal yuqorilatgan chig'imda davom o'chasam bo'ladi. O'sha orqali muvofiq darajada tangsak bo'laverdi. Bu orqali qilamiz, masalan xato kirib qolgan taqdirda ajib ta'sir qilmaydi degan gap. Bu orqali unumga erisha olamiz. Men buni o'chirib turay. Bundan boshqa uchinchisi masala keltirib qo'ygandan keyin undan keyingisi keyin taylik rasmni elishlaydi. Buni nima degan chog'da men keyin taylikni olaman. Bu chog'da bir sumirish quroli aylandi. Men keyin taylikning rangini olib jazmlashtirayotgandan keyin endi qaytadan o'chirib qo'yay. O'chagan chog'imda masholat keldim. Yani o'chira olmayman. Buni aldirab ramkaga ta'sir qilmaydi degan gap. Lekin buning xatolik farqini cho'ng qilsangiz, yana ramka ma'lum darajada uchraydi degan gap. Undan keyin men keyin taylik o'xshaydigan ranglar olib qolsa, agar bu yerga kirib qolsam, shu doiralarni o'chirib yetib qoldi degan gap. Keyin taylik qancha rangga yaqin bo'lib qolsa, shuncha o'chirdi degan gap. Shuncha siz bulardan unumli foydalansangiz bo'ladi. Shu asas o'z ilib qolsak bo'laverdi. Ammo keyindagi paloqdagi holat turgan holda, yana boy degandek shu agar sirtdan qurilmangiz bo'lsa, rasmsiz taqdisi degandek ba'zi asboblaringiz bo'lib qolsa, shu o'chagan chog'da ishlatsangiz, uning chekish bisimiga asosan o'xshamagan unum hosil qildi degan gap. Buning biz ostidagi serlik o'chagich degan qarab boqaylik. Bu serlik o'chagich degan nima degan chog'da siz diqqat qilsangiz bo'ldi. Men chekkan chog'imda o'xshash bir xil ranglar odatda o'chirilishga boshlaydi degan gap. Buni texim yaxshi tushunish uchun men yana bir rasmni misol qilay. Masalan, bu yerda rasmlarning rangi intayin aniq. Masalan, mana ko'k rang bor ekan. Men bevosita chekdim. Chekkan chog'imda ko'kka moyil bo'lgan doira intayin yaxshi elindi. Yeshil rangga kelib turib chekkan chog'imda yeshil rang elindi degan gap. Qizil rang yasam qizil rang oldi. Agar keyin taglik ekayam bo'lsam, keyin taglik bevosita bizga o'chirilib berdi degan gap. Mana bu serlik o'chagichning iqtidori. Bu odatda shu ranglar intayin yaxshi bo'lgan yerda qilsak, intayin unum yaxshi bo'ladi. Masalan, men bu yerda hamma rasmlar o'xshash holda, o'xshash ranglarni biroq o'chirib beradigan talasak, agar bu rang bilan bu rang o'xshash bo'lgan bo'lsa, balki o'sha doiralar bo'lgan bo'lsa, hamma o'chirib yetish imkoniyatiga bo'lalaydi. Mush orqali qilsangiz bo'ladi. Bu yerda tishlarni elitish, undan keyin shu keyin taylikning suzukli diyalarni muvofiq darajada tanishgan chog'da o'chirilgan chog'ning farqi o'xshash bo'lmaydi. Masalan, bu keyin taylik hozir suzilganda qilgan bilan yana bir qavat azroq tutuq parda bordek holati kelib qoldi. Buni o'chirishning o'xshamagan usullari. O'sha orqali siz o'xshamagan unumlarga erisha olasiz.
Hem de adette biz nurgun cisimlerini kendi suzlagan çağımızda köpünçe biz ramkılaş, telmaskılaş kabatlardan paylangan olsunuz için. Adet ücreyiş kuralı köp işlenilmeydi. Lekin ücreyiş kuralıdan muaf paylansanız, bunun jıcık vaqtlarda sizge vaqt icap beriş, ünümleri intayin yaxşı buludu.